Bugun sizlar bilan opa-singillarim gaz pechida qaymoqli non tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib idishga tuz, sut, un, ketidan drojani solib xamir qorib oshirib olamiz. Oshgan xamirni teng ikkiga bo'lib bittasini yoyib, videoda ko'rsatilgandek qilib ustma-ust qaymoqni surkab, listga olib, qo'limiz yordamida yoyib, pishganda bo'linishga oson bo'lishi uchun bo'laklarga bo'lib, ustidan sedanani sepib pishirib olamiz. Ko'rib turganingizdek qaymoqli qat-qat bo'lib chiqadigan nonimiz ham tayyor. Tez ko'rishib turishligimiz uchun like bosib obuna bo'lishni unutmang. Video yoqqan bo'lsa kommentariyaga 10, yoqmasa 5 qo'yib ketaverasizlar, xafa bo'lish yo'q.